Yaxshi qiz. Taksi kerak emas ekanmi? Yo'q, rahmat. Avtobus kutyapman. Voy, siz uchun avtobus bo'lishga ham roziman. Chiqing, o'zim olib borib qo'yaman. Qanday bo'lar ekan? Mayli. Chiqing. Mana butun boshli parkka kun tartibi tugadi. Demak, siz bilan ham bizning kun tartibimiz tugashi kerak. Ketdi. Xijolat qilmang. Jonim o'zim. Sen ham ne unaqa deysiz? Nimasi yomon, men o'zim siz olib borib tashlasam. Demak, hamma qizlarning xayoli bir xil, faqat yomon narsani o'ylaydi. Taksistlar babnik bo'ladi-da. Siz ham o'g'irlik qilayotganingizga indamayapman-ku. Nimangizni o'g'irladim? Mana men qalbimni o'g'irlayapsiz. Yomon qildingiz. Chiqing, o'zim olib borib qo'yaman. Chiqing. Ajrashganman deyin. To'g'risini aytsam, men ham ko'pincha yolg'izlikdan qiynalaman. Wow! Asalli qop-qog'i bo'lib qaq ketyapsiz o'zi. Tug'ilgan kunga ketyapman. Yuring, tanishganimiz hisobidan bitta gulmandan. Rostdan. Ha, javob, yuring, chiqing. Qalayjon, bo'ladimi men bu? Wow, zo'r. Men qara, bo'layotgan joyimizda do'konlaring bormi? Topiladi. Ketdi. Aka, ertalabdan beri yuribman. Vobshim odam yo'q. Nech pul topdingiz? Ben 8 mingcha topdim shekilli. 8 ming? Voy, ertalabdan beri yurib, endi 70 ming topdim. Yo'q, ukam. Menimcha mana bu mashina ko'p benzin yeyapti-yu, ukam.